Albatta, eng qizig'i 5000 pul bilan hamma rasxodlarni ichida qildirib beramiz. Nomeriga start. Albatta, nomer, texpasport umuman rasxod qilishmaydi, xudo xolasa. Srochkalarimiz boshlang'ich 50% bilan boshlanadi. Boshlang'ich 50% ni to'lov qilsa, o'zini narxini chiqarib bera olamiz. Shunda foizsiz bo'ladimi? Albatta, o'zini tan narxi bo'ladi. O'zini tan narxi foizsiz olsanglar bo'ladi ekan. Jitor Dashing modellarimiz bo'ladi aka. Buni bilgan biladi aka, ishoning. Ham biladi. Biz bor T2, X50, X70 Dashing aka. Kelib bemalol bepul test drive'larimiz, bitta prava pasport bilan kelishsa bo'ldi. Naqd olishadigan bo'lsa aka 13 million so'mdan 20 million so'mgacha chegirmalar bor aka. Nasi savdo aka, рассрочка, перечисление hamma to'lov turlarimiz bor, xudo xolasa. 2025 yangi modelimiz hisoblanadi. Juda ham komfort, kuchli, aqlli mashina bo'ladi. Albatta aka, kelib naqd olishadigan bo'lsa aka, xudo xolasa chegirmalari bor. Albatta aka, 13 million so'mdan shu aytib o'tganimdek 20 million so'mgacha chegirmasi bor, xudo xolasa. Tog'larga chiqaman degan akalarimiz bo'lsa, niyat qilib qo'yganlar, bitta like bosib qo'ysa hammamizga xudo xolasa bittadan yetkazsa shunaqa mashinalarni minib yurish. Jitor avtosalonida qanaqa o'zgarishlar va qanaqa yangiliklar bo'ldi degan akalarimiz uchun hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazviy do'stlar. Bugun biz Namangan Jitor avtosaloniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa bir qator yangiliklarimiz bor akalar. Video davomida to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz akalar. Jitor mashinalarini qanaqa yo'llar bilan olsa bo'ladi? Naqd pulga, kreditga, рассрочка barcha turlarini akalar sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishinglar mumkin akalar, hamma pozitsiyalardan nalichida tayyor. Assalomu alaykum Hojiakbar aka, yaxshimisiz aka, charchamayapsiz? Yaxshi oldingizmi? Charchamasdan. Yetib keldik aka biz. Joningiz sog' bo'lsin aka. 2026-yil aka. Avvalambor assalomu alaykum, hammaga muborak bo'lsin. 2026-yil aka Jitor avtosalonlarida aka bomba yangiliklar bo'ldi aka. Xudo xolasa X50, X70 avtomobillarimiz aka 13 million so'mdan 20 million so'mgacha aka chegirmalarni e'lon qildik, xudo xolasa. Sovuq kunda qaynoq aksiyalar ekan. Albatta aka, sovuq kunda qaynoq issiqqina aksiyalar aka. Aka bo'lmasa bitta manzil tushuntirib qo'yaylik, ichkaridan obzor qilib beramiz. Bo'ldi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, shundoqqina Promzona yo'lida. So'lim oshxona, albatta, So'lim oshxonasini ko'pchilik biladi. Shundoqqina So'lim oshxonasini yo'lida. Bitta yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yamiz, mana akalar ko'rishinglar mumkin. Pastimizda mana Cherry va Haval avtosaloni ham bor. O'shani shundoqqina yonida. O'tganda. Albatta, ko'pchilik adashtirib qo'yishadi. Test drive xizmatlari bor aka. Albatta, Lazbek aka, test drive'larimiz bor. T2, X50, X70 Dashing aka. Kelib bemalol bepul test drive'larimiz, bitta prava pasport bilan kelishsa bo'ldi. Ertalab soat 9 dan kech soat 6 gacha bepul test drive qilib meni ko'rishsa bo'lardi. Nalishida bor. Mana shu mashinalar hammasi test drive'ga o'zi obunachilarimiz haydab ko'rib, o'zlari baho berishlari uchun qo'yib qo'yishgan, ko'rishinglar mumkin. Bo'lmasa ichkaridan obzorimizni boshlaymiz akalar. Qaysi modellarimizdan boshlaymiz aka endi? Xo'p, birinchi X70 modelimizdan boshlaymiz, bo'lmasam Lazbek aka. Shu ko'pchilik bilgan, shu anchadan beri O'zbekistonda sotuvda mavjud 2023-yildan beri O'zbekistonda sotilib kelingan, lekin bitta narsa 2025-yildan Jitor avtomobillari rasmiy diler tomonidan sotilish boshlangan. Ya'ni hammasi o'zimizda Ademaster, Namangan rasmiy filialida bor, kelib bemalol rasmiy dilerdan olib ketsa bo'laradi. Xo'p, Jitor X70 modellarimiz ikkita pozisyada sotuvda mavjud. Bor. Lazbek aka 7 o'rindiqli, 1.5 turbina motor, 156 tot kuchi bor aka. Eng qizig'i oilaviy. Zo'r, maza qilib yurishadi. 7 kishilik bo'ladi. Oilaviy crossover so'ragan. 160 kamera, xolodilnik, panorama tom aka. Hamma funksiyalari mavjud. Tarafdan o'tsangiz, ichkari salon qismlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Qulayliklarni tanishtirib ketamiz. Mana qulayliklarni ko'rishinglar mumkin akalar. Xo'p, salonimiz ichini ko'rishingiz mumkin, Lazbek aka. Multirol, start stop aka, klimat kontrol, konditsioner, pechki hammalari bor. Barchida aka xolodilniklari ham bor aka. Yoz kuni ham sovutib beradi-da bemalol. Yoz kunida suvlar sovib qo'ysa muzdek bo'lib turadi.
panorama tomlarini qarang aka, juda ham katta panorama tomlari bor. Eng qizig'i aka, narxi 299 million so'mdan boshlanadi aka. Ha? Naqdga olishadigan bo'lsa aka 13 million so'mdan 20 million so'mgacha chegirmalar bor aka. 20 million Nasiya so'mgacha. savdo aka, рассрочка, перечисление hamma to'lov turlarimiz bor xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelib to'lov qilib olib chiqib ketsa bo'ladi. Qaysi yo'l ma'qul bo'lsa akalar o'zingizlar tanlab olib chiqib ketaverasizlar mashinani, ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishlari. Aka endi buni mabodo kim рассрочкаga olaman deganlar bo'lsa, boshlang'ich necha foiz bilan chiqarsak bo'ladi aka? Xo'p, рассрочкаlarimiz boshlang'ich 50% bilan boshlanadi. Aha. Boshlang'ich 50% ni to'lov qilsa, o'zini narxini chiqarib bera olamiz. Shunda foizsiz bo'ladimi? Albatta, o'zini tan narxi bo'ladi. O'zini tan narxi foizsiz olsanglar bo'ladi akalar. Endi Yana ham batafsil ma'lumotlarni ekran tagida nomerlarga aloqaga chiqasizlar, avtosalonga kelib akan Hojiakbar akamiz bilan o'zingizlar albatta. to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Keyingi modelimizga o'tamizmi aka bo'lmasa? Keyingi modelimiz X50 modelimiz bo'ladi. X50. Mana akalar. X50 modelimiz. 1.5 turbina motor bo'ladi. Bu ham 156 ot kuchi bor. Shaharga juda ham zo'r. Bu 5 Albatta, bu 5 kishilik bo'ladi. 2025 yangi modelimiz hisoblanadi. Juda ham komfort, kuchli, aqlli mashina bo'ladi. Xo'p, bu ham ikkita pozitsiyada bo'ladi. 260 million so'mdan 280 million so'mgacha bor. Aka buni ranglari qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, hamma ranglardan bor. Oq, qora, metallik yoki mana bunaqa nemishtning ranglaridan deysa ham ranglari hammasi nalishida bor. Albatta. Yoqqan rangini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar sizlarga ichkari salon qismlarini bir qator ko'rsatib beramiz. Mana akalar salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Eka kojadan qilingan bo'ladi salonning ishlari, hammasi dinasi istadi. Plus rul, labovoy, hatto mana bu bakoylargacha istadi. Bakoylargacha qizdirib beradi. Kamera, slipaya zona deysizmi aka? Alexasi ham bor. Zerikib olsangiz, Alexas bilan ham gaplashib ketsangiz bo'laveradi, albatta. Afsus, shaharning ichiga qiynalmaysiz, juda ham katta ham emas, kichik ham emas. Garosoy crossover. Juda ham shustri, dalni yo'lga, shahar ichida ham mashina manevr juda ham kuchli bo'ladi. Kelib bitta meni ko'rsa zo'r bo'ladi. Ketganlarimiz bormi? Albatta aka, kelib naqdga olishadigan bo'lsa aka, xudo xolasa chegirmalari bor. Chegirmalari. Albatta aka, 13 million so'mdan shu aytib o'tganimdek 20 million so'mgacha chegirmasi bor, xudo Aka xolasa. endi boshlanishiga pulim kamroq deganlarga через bank ham qilib beramizmi yo'qmi? Albatta aka, xuddi shunaqa variantlarimiz bor. 4000 5000 pulim bilan olib ketsam bo'ladimi deydiganlar uchun aka olib chiqtirib beramiz aka. 5000 pullari bilan ham kelishaversin. Mashinani olib chiqib ketishadi. Mashina olib chiqib ketadi. Albatta, eng qizig'i 5000 pul bilan hamma rasxodlarni ichida qildirib beramiz. Nomeriga staq. Albatta, nomer, texpasport umuman rasxod qilishmaydi, xudo xolasa. Gap yo'q. Buni garantiya masalalaricha aka? Xo'p, 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya beramiz aka. Kuzov, ходовой, elektronika, motor, korobka hammasi servisdan umuman muammo bo'lmaydi. Ko'pchilik o'ylashadi, buni zapchasti muammo yo'q, umuman muammo yo'q. Chunki biz rasmiy diler bo'lib ochilganmiz. Rasmiy dilerdan mashina olasiz, xudo xolasa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi umuman. Zapchast masalasi bo'yicha muammolar yo'q akalar. Bo'lmasa keyingi modelimizga o'tamiz aka. Xo'p, Bu Dashingmi aka bu? albatta bu Dashing modelimiz bo'ladi. Hamma bilgan, hamma kutgan Jitor Dashing modellarimiz bo'ladi aka. Buni bilgan biladi aka, Buni bilgan biladi haqiqatdan. Bu turishini qarang aka, haqiqiy ajdorho ishoning, yeyman deydi. Bunga talabi ko'proq bo'lsa kerak. Albatta aka, bu mashina aka ishoning keladi ketadi. Shunaqa. Oqimi, qorasimi juda ham aka ходовой, chunki Dashing mana o'zingiz bilasiz, dizayni ham, komfort bo'yicha ham juda ham kuchli bo'ladi. Ichkarilarni bitta ko'rsatib qo'yaylik akalar, komfortlarni. Xudo xolasa. Ko'ryapsiz salonimizni ichini aka, multirul aka. Xo'p, bundan tashqari monitorimiz jumla bo'ladi. Bespроводной zaryadka, xolodilnik, sidenalar aka ko'ryapsiz. Koja Alcantara aralashgan bo'ladi. Sidenalarimiz isitadi, sovutadi aka. 360 kamera. Alisalari ham bor bunda ham. Panorama lyuklarigacha bor. Albatta, panorama lyuklarigacha ham bor.
Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, bularni endi rasxoti qanaqa bo'ladi? Xo'p, rasxodlarga keladigan bo'lsak, shahar ichiga 7 ta, 8 ta atrofida rasxod qiladi. 7 ta 8 ta. Albatta, shahar ichiga. Daliga undan ham kamicha. Undan ham kamroq. Hozir biz Abishni Gentra Cobaltlarimiz ham 10 tadan ko'p rasxot qilib Xuddi qo'yamiz. shunaqaki 10 ta, 12 ta atrofida rasxod qiladi. Bular shu 7 ta, 8 ta atrofida rasxod qiladi. Am motori ham kuchli. Turbina motori hisoblanadi. Gap bo'lishi. Oqidan ham bor mana, qorasidan ham mana olib kelib qo'yganmiz tayyor. Pozitsiyasi bor aka. Xo'p, Dashing. dashing asosan faqat bitta pozitsiyada sotuvda bor. 1.5, 1.6 bo'ladi, lekin hozir bizda faqatgina 1.5 nalchida bor. 1.5. Albatta, kelib bemalol to'liq olib ketsa bo'ladi. 1.5 bilan 1.6 ning unaqa katta farqi yo'q. Narxi qancha aka, narxga? Xo'p, narxi aka 345 million 800 ming so'm. 345 million 800 ming Albatta, so'm. 345 million 800 ming. Dollarga chaqadigan bo'lsak, 26-27 mingga to'xtaydi aka. Shunaqa. Plus minus bozor narxi. Yangi kirib kelganda 40 mingdan aka sotilgan mashinalarimiz salonda. Endi buni akalar avtosalondan olishinglarni tavsiya qilganimiz maqsad, buni garantiyalari bor akalar. Xudo xohlasa bemalol mana 5 yilgacha dedingizmi? Albatta. 5 yilgacha bemalol qo'rqmasdan haydab yuraverasizlar. Xudo xohlasa mashinani ham yangi 0 probeglarni olib chiqib ketaverasizlar. Yana qanaqa modelimiz bor aka? Xo'p, T2 modellarimiz bor aka. Trenddagi mashinalarimiz hamma bilgan, hamma yoqtirib, sevib, havas qilib yurganlarga Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsin T2 modelimiz aka. Shunaqa akalar. Xudo xohlasa mana shunaqa offroad tog'larga chiqaman degan akalarimiz bo'lsa, niyat qilib qo'yganlar, bitta like bosib qo'ysa hammamizga Xudo xohlasa bittadan yetkazsa shunaqa mashinalarni minib yurish. Aka, buni T2 o'zi asosan shunaqa tog'li joylarga moslashtirilgan. Albatta aka, haqiqiy offroad, ishoning maxluq bu, ishonasizmi? 2 turbina motor, 250 ta ot kuchi bor, 250 ta naqd 7 xil rejimda yuradi. Ishoning, buni ichlarini qarang, buni Lazbek aka. Ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana kerak bo'lsa aka. Salonning ichini qarang aka, skor rechagini qarang aka, u boshqachaligini aka. Sidenalari pamять sidenadan tortib palasi o'qiydi aka, samotarmajeniya, детский rejim deysizmi? Ya'ni nima komfort xohlasangiz, hammasi bor. Televizorda yeganda Salkamga televizor aka, maza qilib kino ko'rib kelsangiz bo'laradi. Gap bo'lishi mumkin. Yashab bersangiz bo'ldi. Bunda Haqiqiy offroad aka, to'rga to'r bo'ladi. To'rtta bilan tortadi-da bunda. arqa salonlarni ham ko'rishingiz mumkin akalar. O'zi buni ko'rinishdan qanaqadir bir mashina baquvvat bo'lib ishlanganga o'xshab turibdi-da. To'ppa-to'g'ri aka, kelishsin, test drayvlarimiz bor aka, mana ikkilanmay kelishsin, minib ko'rishsin. Bemalol haydab yurishini, tortishlarini aka, his qilgan odam buni keyin biladi aka, ishoning. Oldi, arqa hammasi tortadi. Aka, to'rtta bilan tortadi, ishoning. To'rtta bilan tortadi. Buni rasxotlari ko'proq bo'lsa kerak, ha? Buni rasxotda nisbatan ko'proq bo'ladi, ha, nimaga? Chunki gabarit nisbatan ham, motor jihatidan ham nisbatan rasxot. Ha. 10 ta atrofida rasxot qiladi shahar ichiga, 10 ta eshitganmiz akalar rasxotini. Endi buni haydab yurganlar bo'lsak, kommentariyaga yozib ketasizlar, mashina haqida to'liq ma'lumotlarni bilgancha qolganlarga o'rnak bo'lishi. Akalar, bu ustidagisi nimasi bu, bagajmi aka bu? Ha, bagaj o'rnatsangiz ham bo'ladi. Bular qayta jihozga kiradi asosan. Bular faqat podzakaz o'rnatiladi. Shotisi bor, bunaqa ya'ni bagaji bor qo'shimcha kichkina. Xohlaganlar uchun servis xizmatlarimiz bor o'zimizda. Garantiya bilan o'rnatib beramiz hamma narsalarimizni. Propan deysizmi, shunaqa qayta jihoz kerak bo'lsa, bemalol o'zimizda hammasi bor. Propan qaysi hamma modellarga o'rnatamiz? Hamma modellarga o'rnatamiz aka, propan. Garantiyalariga ta'sir qilmaydi? Yo'q, garantiya qoladi aka. Endi Jitor avtosalonni servisdan qildirsa albatta. Albatta aka, kelishsin, hamma nimalarimiz bor o'zimizda, servis bor. Nima qildirmoqchi bo'lsa, hammasini aka garantiya bo'yicha qildirib beramiz. Gap. Aka, buni narxi qanaqa endi? Xo'p, T2miz eng qo'li hisoblanadi aka, 512 million 200 ming so'm. 512 million. 512 million 200 ming so'm hamma varianti chiqarib beramiz, xudo xolasa. Avtokredit, рассрочка, перечисление, xudo xolasa avtolizing bo'yicha ham aka, nasib savdo orqali chiqarib beramiz. Kelishsin. Kelishilgan summada chiqarib beramiz. 500 million so'mlik mashinani 90 million so'm bilan olib chiqarib bera olamiz. Mana kerak. Eng qizig'i hamma rasxot ichida.
90 million berishadi, mo'shini olib ketishadi. 90 million pul bor akalarimiz, xudo xohlasa minus chiqib ketaverasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka bo'lmasa 2026 ga yangiliklarimiz Albatta aka, bomba ochiqni aytganda bomba yangiliklar kelsin. Xudo xolisa o'zimga uchrashsa aka, chiroyli qilib chegirmalar bilan qilib aka, bonuslari bilan birga aka, chiroyli qilib chiqarib beramiz xudo xolisa. Ko'pchilik aka bunaqa crossover mashinalarni dadasiga, onasiga sovg'a sifatida topshiryapti. Ha, ko'pchilik olishyapti, to'g'ri. Yozuvlari bilan chiroyli qilib bersa bo'ladi. Aka, muammo yo'q, ana bantik deysiz, yozuv deyishadimi? Hammasini tashkillashtirib beramiz aka, muammo yo'q, xudo xolisa. Bo'lishi mumkin emas akalar. Xudo xolasa hammanglarni Namangan Jitor avtosalonida kutib qolamiz. Ko'rib turibsizlar akalar, qaynoq aksiyalar ketmoqda. Aksiyadan foydalanib qolish kerak. Akalar, bir dona like bosib qo'yasizlar, kommentariyada fikrlarni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tib ketdik. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, pastda qoldirgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin akalar. Xudo xolasa keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar akalar.